Men pora olmayman, men halolman deganinglar borki, yolg'onchisizlar. 200%. Men pora olmaganman, shu paytgacha pora bermaganman. Shuning uchun kosam tegib ko'karmadi. Haligacha ijara, ittikinga oyoq bo'lib ko'chama-ko'cha yuribman. Qamalib chiqibman chunki pora oldi, pora berdi, qila olmayman. Halol ishlaganim uchun o'zim ishlayotgan tashkilotdan ham haydalyapman. Shavkat Miromonovich, siz ish bilan ta'minla, xalqni ish bilan ta'minla, ayollar. Faqat tiluvchidan hammasi. Nega amalda hech narsa ko'rinmayapti? Hokimlar ishdan olinyapti-da, ishdan prosta tak olish nima kerak bor Shavkat Miromonovich? Nimaga prosta tak ishdan olinadi? Mana bittasi aytardi, o'sha insonni hozir ular ham o'zlari ham sal yo'ldan chiqdilar. Pul jigardan bo'lgan. Jigariga 1-2 urlaring, pulini yo'qotsa, ana o'shanda amalini yo'qotsin, joyini yo'qotsin, keyin biladi, keyin qadrga yetadi. Hokimlar, prokurorlar prosta tak ishdan bo'shashyapti-da, topgan joylarga ana profsoyuz, respublika profsoyuziga ishga o'tishadi. Ishsiz qolishmaydi. Meni ham o'tbutga bitta hokim qilib qo'ying bir yilga. Shavkat Miromonovich, hamma vakolat sizni qo'lingizda-ku, meni ham o'tbutga hokim qiling, mana bitta uy-joy qilib oling. Keyin nari borsa qamab borarsiz. Lekin hokimlar qamaldi degani hali eshitganim yo'q. Milliardlab davlat xalq pulini yeb olgan hokim ham boshqasi ham birontasi qamalayotgani yo'q. Nari borsa 2-3 oy o'tirishadi, qorlar yog'ib izla bosilgandan keyin yana indamasdan o'zligi boshqa joyga ishga o'tib ishlab ketishaveradi. Qiynalganda oddiy xalq qiynalib ketdi. Shavkat Miromonovich, bironta chiqarayotgan qarorlaringizni ijrosi ta'minlanmayapti. Men 100% ayta olaman, ta'minlanmayapti. Chunki o'sha oddiy prostoy xalq ichida menman. O'sha xalq ichida men yuribman. Necha yildan beri chirilladim, toza ichimlik suvi, kanalizatsiya, tom, manu, shuni oqibatida men borib 4 oy nizashda qamalib keldim. Lekin hech qaysi bo'lgani yo'q. Hokim to'ralar yeb cho'nchagini to'ldirishdi-da, indamasdan ishdan ozgina ishdan bo'shashib ketishdi. Qamalsin. Xalqqa davlat pulini yegani uchun mol-mulki musodara qilinsin. Nima uchun? Opachasini, singlisini, o'g'lini, ammasini, xolasini nomiga qilib qo'yar ekanda, shunlar indamasdan hech narsasi yo'q ekan, bechara ekan. Qaysi hokim bechara? Qaysi prokuror bechara? Bittasini menga qo'linglar bilan olib borib ko'rsatib beringlar-chi. Alam qilib ketdi. Yondim, o'zimni nima desam bo'ladi? Menga nima deb yashashga harakat qildim. Nima yevasan, nima ichvasan, qamalib chiqqanimga mana 3 oy bo'libdi. Bir inson so'ragan yo'q. Hozir men ijtimoiy tarmoqda gapiryapmanmi? Bugun kechqurun mana aytdi deylar, uyimga ichki ishlardan kelishadi. Opa, nima qilyapsiz, nima chiqdingiz? Yana qamalasiz, yana qamalishga olyapsizmi deb. Lekin vaholanki Konstitutsiyaning 18-35-punktida moddasida aytib qo'ygan. Har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi murojaat qilishga haqli deb. Shavkat Miromonovich, siz bitta tizimni polni kalamushlar dedingiz, boshqa dedingiz. Siz ham bizga o'xshagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, prezidentsiz. Sizdan oddiy xalq kuch oladi. Siz chiqarayotgan qaror farmonlarni ijrosini ta'minlamayotgan hokimlar va prokurorlar, ichki ishlar nima uchun ular jazo olmaydi? Nima uchun oddiy xalq jazo oladi? Men hozir misol aytaman, ijtimoiy tarmoqqa kirsam hamma joyda televizorlarda ham ko'rsatishyapti, что ichki ishlar jinoyatni oldini olish uchun harakat qilyapti. Jinoyatni oldini olish uchun nima harakat qilishyapti? Ko'chada kira qilib yurgani borib kira qilayotgan, qora qozonini zo'rg'a qaynatayotgani borib bosishyapti. Shumi jinoyatni oldini olish? Jinoyatni oldini olish uchun o'sha yoshlarga, o'sib kelayotgan yoshlarga menimcha ish bilan ta'minlab, ko'chada nima qilib yuribsan deb borib bosib olib ketmasdan o'sha bechora kirakash vykupga yoki arendaga mashina oladi. Yana qaysidir bitta boyi cho'nchagini to'ldiryapti. Bitta gaida ishlaydigani cho'nchagini to'ldirib, 6 oy, 7 oylab to'layapti-da, kelyapti-da, xolisi olib qo'yapti mashinani o'sha gaishnik. Desa hech narsa qila olmaydi, o'zi gaida. Uvgonni berib boraman. Nima qila olasan, qo'lingdan nima keladi? Shumi xalqni ish bilan ta'minlash, shumi jinoyatga qarshi kurashish. Jinoyatga qarshi kurashish menimcha o'sha bekorchi yurgan, ish topa olmasdan sarson yurgan yoshlarni, ish topa olmasdan sarson yurgan xalqni ish bilan ta'minlash. Biz nima qilamiz Shavkat Miromonovich? Ishlab turgan odamni ishdan bo'shatyapmiz. Hayotda yo'ldan chiqib ketayotgan odamni battar oyog'iga podnoshka berib, olib tiqib qo'yamiz. Shumi haqiqat? Shumi jinoyatga qarshi kurashish? Prosta odamga chuvabidni o'tirib olgan bitta mansabdor kreslosidan ayrilmaslik uchun bitta mansabdor o'z vakolatini suiiste'mol qilgan holda fuqarolarning ustidan qotib tashyapti. Lekin bunga hech kim chora ko'rayotgan yo'q. Yana qaytarib aytaman. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmati raisi o'rinbosarigacha yetib bordim. Lekin Davlat xavfsizligi raisining o'zlariga kira olmayman. O'shancha iltimos qilaman Shavkat Miromonovich, balki siz etsangiz qabul bo'lar.
Gen prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev oldilariga yillar boramiz. Kirgan taqdirimiz yana mandan ketguncha egasiga yetguncha yana qaytarib aytyapman. Tuman, shahar, viloyat ko'rib chiqmagandan norozi bo'lib bitta fuqaro boradi respublikaga. Ular nima qilishadi? Kopto'da O'zbekiston bitta stadion bo'lsa, rahbarlar o'rtada futbol o'ynaydigan o'yinchilar. Kopto xalq. Bironta mard topilmayaptiki, Koptoni varataga bitta urib gol deb baqiradigan. Koptoni faqat chiqarib yuborishyapti yoqa bu yoqqa. Qo'llaridan kelgani qamash. Qo'llaridan kelgani faqat shu bo'lyapti. 3 oy bo'ldi qamalib chiqqaniga. Bir inson nima qilyapsan deyotgan yo'q. Men hozir jinoyat qilib qo'ysamchi, yugurib kelib qamashadi. Jinoyat qamasam, hozir primoy efir qilganim uchun meni olib borib qamashadi. Qo'lligidan va shu kelyapti. Vaholanki 3 oydan beri nima qilyapsan sen? Bir yomon yo'lga kirib ketmadingmi? Yo bir yomon ish qilib qo'ymadingmi? Ayol kishisan, yolg'izsan, nimadir bo'lmadimi? Nima ish bilan bandsiz? Ovqat topaman, yo bir ish qilaman deb bir noto'g'ri ish qilib qo'ymayapsizmi deydigan bir inson yo'q. Lekin men primoy efir qilganim uchun men sizlarga javob bermay, ertaga butun eshalon bitta rota ko'chib keladi viloyatdan boshlab tumangacha. Nega Shavkat Miromonovich? Nega? O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, pasportim bor. Shu yurtda tug'ilib, shu yurtda o'sib, shu yurt uchun ishlab keldim. Shu xalq uchun halol mehnat qildim. Aybim shu bo'lyapti. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Pravda glaza ko'lit. Meni kimdir tanqid qilsa, misol, meni aybimni aytsa, men hurmat qilaman shu insonni. To'g'ri, gohida jahlim chiqar, nimaga unaqa emas-ku, lekin o'ylab ko'raman. To'g'ri aytyapti, men bu men xato qilgan ekanman. Shuni to'g'rilashga harakat qilaman. Nega rahbarlar to'g'rilashga harakat qilishmaydi? Tanqid qilsang yo to'g'ri gapni aytsang, sirrazi shaytonlab, butun tanishini oyoqqa turg'izib, bitta insonni yo'q qilishga harakat qilishadi. Davlat xavfsizligi Toshkent viloyat bo'limi mandan boshqa qiladigan ishinglar yo'qmi sizlarni? Men sizlarga necha marta borganman eshikdan tagiga. Yangiyo'lda xodimlar mana shunaqa noqonuniy xatti-harakat qilyapti deb. Necha marta bordim? Nima chora ko'rdinglar? Menga nisbatan chora ko'ryapsizlar. Maqsadinglar mendan o'ch olish. Nima qilyapsizlar? Hozir mana Yangiyo'l tuman hokimligiga keldim. Kecha-kechqurun post qo'ydim, svetim uchuvchidan eski uchuvchiga o'rni qolib ketgan. O'sha yerdan o't chiqib ketib, endi birovni uyda yashagandan keyin qo'rqar ekansan-da, o'zi zo'rg'a yurinma. Portlatib yuborsam ertaga o'zim qolib, dom ko'p qavatli uy, boshqalarni ham jabr qilib qo'ymaydi deb shaytonlab qo'rqib elektrisetga telefon qildim. Alloh rozi bo'lsin, shu odamdan Abdumalikka sirazi odam yubordilar, qilib ketishdi-da. Ertasi kuni yana shu holat bo'ldi. Yana telefon qilsam, shunaqa alam qildi. Aybim hozir ishsiz uyda o'tiraman, qo'limda pulim yo'q. O'zimdan o'tganini o'zim bilmayman. Uni men birovga aytib, menga insonlar rahmi kelsin, boshqa Alloh rahmi kelsin menga. Alloh meni bandam desin. Nima emish? Nima olib borsam ichasiz, konyak ichasizmi? Nima ichasiz? Nima olib boring? Alloh alam, shunaqa alam qildi. Halol yashab, to'g'ri yo'lda yuray. Xalqqa xizmat qilay. Shu davlatga ozgina bo'lsa ham foydam tegsin desam, olib borib qamashyapti. O'zim chalg'itib, bir nimalar qilib, odamlar bilan ham suhbat bo'lay deb rasm-pasm qo'ysam, endi konyak ichasizmi, boshqa qilasizmi? Qiynalyapti degani, bu degani oyoq osti qilib tashlash degani emas. Baraka topkurlar. Men ijtimoiy tarmoqda chiqib gapirsam, faqat prezidentga murojaat qilaman. Boshqa hech narsa yo'qni deydi maqsadim. Boshqa umuman maqsad. Faqat prezidentga yetib borsa-yu, hech bo'lmasa bir 10% bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa, men singari xalqqa ham foyda bo'ladi degan maqsad. Internetga chiqmay gapirganim bu bilmadim kim qanaqa tushunyapti, lekin ichim og'ridi. Shu yoshimgacha halol yashashga, faqat halol bo'lishga harakat qildim. Allohga behisob shukr, hozir ham. Assalomu alaykum. Xullas shunaqa ko'chada edim. Qizlarga kelib qolsa, kelib o'tirishga xohlaysiz-ku? Ochib qo'yavering. Xullas shunaqa. Haqiqat uchun kurashib oxiri bular bo'ldi. Endi hozir Yangiyo'l tuman hokimligiga kelsam, hamma joyda faqat selfi tushib, lekin asosiy xalq ko'chada qolib ketgan.